Assalomu alaykum akalar. Olmaylar. Adil cho'chalarimiz kelgan. Bugun 1,5 kun bo'ldi. 1,5 kun. Cho'chalarga fabrikadan olinsa, fabrika o'zi birinchi vaksinasini qilib beradi. Lasota, Branhit, Mareyka tuxum yo'nalishi deyiladi. Mana bularga ham bu fabrikadan chiqmagan, to'g'ri o'zimizning inkubatorlardan chiqqan. Shuning uchun birinchi vaksinasini birinchi 2 kunlikda sirazi qilib yuboryapmiz. Lasota, Branhit vaksinasini suvda chiqizib yuboryapmiz. Akalar, mana vaksina chishyapti. 4 soat suv satdik. 4 soat suv satib turib chiqizib yubordik. 2 soat vaqti bor, chishaveradi. Bu Adler Cerebris deydilar. Adlerlar bular. Adler cho'chalar. İşte bitta qop-qorasi bor ekan. Negri bor ekan, negri. Susagandan iç suv. Suv suyapti ura. Suv ichayapti. Bu yerda 3860 ta kelgan. 3860 ta. Xo'p, endi o'zimizni Loman Sendi jo'jalarimizga tuxum yo'nalishidagi ularga ikkinchi marotaba Gambura vaksinasini berdik. Mana bulardan vaksina qabul qilyapti. Bulardan 4 soat suv satib turib, mana vaksina chiyotishibdi. To'da bo'ldi. Gambura vaksinasi chishyapti. Issiq, sal nam suv to'kilgan joyda hop chishyapti. Havo isib ketdi o'zimizda. Endi hamma O'zbekiston bo'ylab isib ketdi, qandaydir o'ta isib ketdi. 40 ga qarab chiqib ketyapti gradus. Salqinlab qoladi deyapti jumadan. Salqinlab qoladi. Loman Sendi bularga hali zakaz olganimiz yo'q. Nargi katta bo'lganlarni o'sha tarqatishga o'tamiz. O'shalar to'lgandan keyin ular sal katta bo'lib qoladi, ungacha keyin ularga olamiz. 17-mayga jo'jaytirilgan, zakaz berganmiz. Loman Sendi keladi. 17-mayga. Vaksina chiyapti. Bu safargi bir dona adliya qolib ketibdi. Salafanlar arasiga kirib qolib ketgan ekan. Ularga qo'shib yubordim keyin. Adler Cerebral jo'ja makiyoni qolib ketdi bir dona. Yaptı. Oh. Mana vaksinalar. Bu hujjat bo'lish uchun o'zimizga video qilib qo'yapman. Mana Branhit 5000 dozalik. 5000 dozalik Adler Cerebralga Branhit vaksinasini. Branhit i Lasota. H120 i Lasota. Ikkitasi bitada qo'ydik. Mana bu Gambura 2000 dozadan 4000 doza qilingan. Mana ikkovidan bitta. Bu bitta vaksina.
Loman sendilarga, bunisi Adler serebrolarga. Salomat bo'linglar. Ha, har safar manzilda aytyapmiz. Manzilimiz Qo'qonda. Telefon nomeri 90lik 293 89 49. Loman sendi jo'jalariga, tuxum yo'nalishdagi jo'jalarga zakaz olishni davom etyapmiz. Sog' salomat bo'linglar, hammaga omad.